Navo birinchi musiqiy telekanali taqdim etadi. O'zimni urf-odatlarimni juda ham yaxshi ko'raman. Vatanni juda ham yaxshi ko'raman. Bu inson o'zi qanday inson edi va u o'zbek musiqa san'atiga qanday hissa qo'shdi. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Sultonali Rahmatov Ravshan Komilovni xalqqa tanitgan kompozitorlardan. Buni qilgan ishlari umuman tegi bilan, mazmuni bilan umuman boshqacha. O'zbek san'atini, o'zbek orkestrini va o'zbek bastakorini butun dunyo arenasiga olib chiqmoqchi edilar. Juda ham odam orzusi jahonga chiqish juda ham xohlaydi. Moskvada shu davolash markazi. O'sha yerda sultonlarni musiqasini qo'yib, insonlarni davolashar ekan. Boshqa davlatlarda Boboqul aka kompozitorlar eng boy xalq ekan. Taniqli kompozitor va sozanda, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Sultonali Rahmatovni unutmoq osonmas loyihasida yodga olamiz.